Musofirda yuradiganlarning azobini hozirgi vaqtda hech kim chekmayapti. Hech kim bilmayapti. Ishoning. Musofirda yuradiganlarni hozir danima men zo'r pul topadiganini ham ko'rsam, yig'lagim keladi. Nimaga? Uni azobini ko'ring. Farzandim, bolam, chaqam, uyim, joyim deb kechalari uxlamaydi. Ko'p pul topish uchun. Kechalari uxlamaydi. Onam deb, otam deb, farzandlarim deb. Temes boradi, u ayollarni qarang. Farzandim deb, bolam chaqam deb ayol boshi bilan kelib ochratda turib sovuqlarda, ana bunda tiqilinchlarda turishyapti. Shu darajada musofir azobi shu darajada bo'lib ketganki, biz buni his qila olmaymiz. Dunyo ishlari o'z yo'liga, musofirda azobi o'z yo'liga. Ba'zi birlar bor. Musofirga kelgan ayollarni yomonlashadi. Har xil yo'l bilan pul topyapti, unaqa topayotgani bordir. Lekin topaydigani, halol yo'l bilan topaydigani juda ko'p. Padez yuyishadi. Pol artishadi, u qilishadi, bu qilishadi. O'zini jabborga berishadi, farzandini halol luqma bilan yedirishyapti. Musofirchilik oson emas. Musofirga kelgan biladi. Har bir insonni o'ziga yarasha qadri bor. Bilmasdan g'iybatini qilmang musofir ayollarni, iminnoy.